Subuyda namlıq əsər tilg'a ilinsa, hammamizning kallasiga birinchi bo'lib bu yerda Yo'lbos o'ltirgan Botir Rusunning botirligi, Yo'lbos o'ltirganligi, chaqqonligi, jonmeshini tumbalganligi, ya'ni Guldar Shayx Nurjushinning Vutayshan ibodatxonasini qalamqon qilganligi va Majnun Tolni yulib tashlaganligi, ham bu yerda Linchungning qaltis Nazmarti, Xuarungning intayin qaltis Uxyamarti qatorliq mazmunlar isimiz kelishdan burun ham bak isimiz keladigan yana bir narsa Xalxangu. Yeni bu yer Subuyda namlıq əsərninki biz anlap çoğuğa Liu Xan Laoshu aytgan naqsi şuna bu kichigimizda bunu to'plab çoğuğan bu. Endi bu yaqinda aytgan bu yerki Liu Xan Laoshu bilan bizning faxrli rap naqshimiz Navqironning ikkisini bir sahnada tang turib birlikda aytgan Gayqon bandiki ma naqsi ajoyib voyni. Bu naqshi aslida shundoq aytilish kerakdek, shundoq yoqdi. Bundaqda Subuyda namlıq əsərki 108 polvon bilan tunishqash, mushu naqshning tanzimini faqali taklifim quloqqa esli arjirovni qo'yib anglashinglarni tavsiya qilaman. Ketdi. 江东流啊，天上的星星参北斗啊。从哪里起了就从哪里爬起，天生自带脚，不信还有霸气啊！说走咱就走啊，你有我有全都有啊！穿越彻底宇宙，左边神州杀气，一字大气在心头呱呱呱起啊！路见不平一声吼啊，该出手时就出手，风风火火闯九州啊！ 泰山或者骑入鸿毛，就算危险不败，再也不做笼中鸟。嘿呀，一儿呀，嘿嘿一儿呀，呀一儿呀，这是万里如虎新的铁马。路见不平一声吼啊，该出手时就出手，风风火火闯九州啊。该出手时就出手啊，风风火火闯九州啊。 朋友们，跟我们一起唱。大河向东流啊！带着正义之神捍卫的圣地，去征战一生撑起锋利，争取通向对岸的风帆。说走咱就走，宁愿扑火在黄土也不懦弱，去道路泰山错河变化过色，水深火热的江湖，水里火里不回头。 路见不平一声吼啊，该出手时就出手，风风火火闯九州啊！从天南到地北，从黄河到梁山，从不弯曲我的脊背，从未一直伤感预测。嘿呀，一儿呀，嘿嘿儿呀！面对敌人的千军万马，将所有对手全部碾压，让楚河被阵营踩在脚下，好汉不会轻易倒下。路见不平一声吼啊，该出手时就出手，风风火火闯九州啊！沧海笑，天欲遥，朗朗淘尽红尘俗世。 清风笑，心若寂寥，豪情换生了一心万丈。沧海笑，Naqshlar, mashtaxlar, mana-mani naqsh muzika va hissiyot deydi. Bugungi qo'lib bir dona yaxshi yurak qo'yinglar. Rahmat.